Men Azizjon Gapparov biznesda 20 yildan beri ishlab kelaman. Asosiy yo'nalishim marketing, savdo va strategiya. Men konsalting yo'nalishida biznesda egalariga ularni bizneslarini bitta pog'onadan ikkinchi pog'onaga olib chiqishda yordam berib kelaman. Aynan strategiyani tuzishda, marketingni joriy etishda, savdolarni oshirishda yordam berib kelganman. Shu kungacha yuzlab tadbirkorlar bilan ishlaganman. Ularning orasida Ermak, Saggilamlari, Pure Milky, Murad Building shu kabi katta brendlar ham bor. So'nggi yillarda O'zbekistonda raqobat juda rivojlanib kelyapti va mana shu raqobatda yutib chiqish uchun har qanday korxona brend qurish kerak. Lekin brend qurish bu uzoq muddatli jarayon va brend qurishda faqatgina marketing emas, ishlab chiqarish, sizni ta'minot tizimingiz, moliya tizimi, HR tizimi hammasi baravar ishlash kerak. Chunki baravar ishlamasa, kuchli brend qurib bo'lmaydi. Endi uzoq muddatda brend qurish uchun korxona hozir savdo qilish kerak. Hozir qanaqadir natijalar ko'rsatish kerak va bu natijalarni ko'rsatishda odatda korxona egalari marketingga, savdoga urg'u berib, hozir lead olib ber, hozir qanaqadir savdolarni qilib ber deyshadi va ko'p marketologlar mana shu joyda qiynalishadi. Shunday holatlarda nima qilish kerak? Bunday holatlarda o'zini mutaxassislarga murojaat qilish kerak. Men tanigan mutaxassislar orasida Synergy degan agentство bor. Ular nima bilan shug'ullanadi? Ular aynan performance marketing bilan shug'ullanadi. Performance marketing degani bu natijani ko'rsatib beradigan marketing. Natijasi nima? Natija bu mijozlar. Agarda sizni biznesingiz uchun mijozlarni ko'paytirib bera oladigan ishonchli va tajribali hamkor kerak bo'lsa, bemalol Synergy agentstvasiga murojaat qilishingiz mumkin.